Agar bosh og'rig'iga chidash mumkin bo'lsa, darrov tabletka ichishga shoshilmang. Ba'zan shirin choy ichish yoki o'tli damlamalar ichish yoki ba'zan yotib dam olishning o'zi ham yordam beradi. Chunki og'riq qoldiruvchi dorilar og'riqni vaqtincha yo'qotadi, lekin uni sababini davolamaydi. Ularni tez-tez ichish esa oshqozon ichak sistemasiga yoki boshqa a'zolarga zarar yetkazishi mumkin. Aslida og'riq organizmni bizga berayotgan signalidir. Xuddi qo'riqchi itga o'xshab, organizmda nimadir noto'g'ri, bunga e'tibor ber deb ogohlantiradi. Odatda bosh og'rig'i oyiga 1-2 marta bo'lishi mumkin, lekin bir haftada bir necha marta takrorlansa, har kuni bosh og'risa, ayniqsa ertalab turganda kuchli bosh og'rig'i bilan tursa, nevrologga murojaat qilish kerak. Agar bosh og'rig'i to'satdan kuchli, momaqaldiroqdek boshlansa, kutib o'tirmang. Tez yordam chaqiring, chunki bu jiddiy holat, jumladan insult bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'ini shunchaki bosish emas, uning sababini aniqlash muhim. Sabablarni aniqlash uchun esa qabulimga yoziling.